Instagramdan usta Safoga murojaat qildik. Assalomu alaykum. Balki 220 olib tushadi, 280 olib tushadi. Suv olib tushib kerak mashaqqa ishxonamizga. Ishnaqalar aka? Cho'tka aka, Xudoga shukr. Nima bo'ldi ashulalar storiesda qo'ymayapti? Ish aka vaqt bo'lmayapti. Sizlar aka holda chaqiryapti. Uyga borib ish qilyapti. Yaxshi vaqt ajratib keldik. 2-3 kun oxirlab soat keladi ekanmiz. O'zimiznikilarga, obunachilarga aka почти bezovchilik. Ana ishni ham tugatib oldim, Xudoga shukr. Lampochka tashlab qo'ydik, vaqtinchalikka mana bular polniy lampa bo'ladi. Trubalar bu bokdan tushyapti, bittasi primoy quduqdan. Mana quduqdan bokka tushadigan. Undan tashqari quduqda suvni yoqadigan alohida chiroqniki va hozircha chifaza tushgan, o'shandan olib turibmiz. Keyin qolgan narsalarni teramiz. Endi baqa karchir yana bu narsalar tushadigan bo'lsa, o'shanaqalarni ham teramiz. Xudo xohlasa bu simlarni ham tekizlab chiqamiz. Keyin bir yo'li montaj o'zgaradi. Chunki baqa chiroqlar tushadi. Yana uni kabelimiz qolgan. Uni ham nima qilamiz? Yig'ishtirishga ham ulgurmadik. Kech bo'lib ketdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.